Qo'shoqova Go'zalxon G'ayrajon qizi xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Hozirgi kunda 50 dan oshiq xalqaro sertifikatlar egasi hamda turk tili, ingliz tili, chet tili imtihonlaridan B2 darajasi sohibasiman. 2025-yil universitet hamda Timsol kompaniyasi tomonidan ta'sis etilgan stipendiya sohibasi bo'ldim. Hamda 2025-yilning eng faol tadbirkor talabasi nominatsiyasi bo'yicha yil talabasi mukofotiga sazovor bo'ldim. Undan tashqari 2026-yil 11-fevral Olima ayol qizlar kuni munosabati bilan MDH davlatlari miqyosida tashkil etilgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada o'zimning sun'iy intellekt mavzusidagi maqolam bilan qatnashdim. Ushbu maqolam eng yaxshi maqola deb topildi hamda birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Hozirgi kunda 2+6 dasturi doirasida ingliz tili fanini yanada mukammal o'rganib kelmoqdaman hamda o'quv markazida yosh bolalar uchun o'zimni egallagan bilim ko'nikmalarimni ularga ta'lim berish uchun ishlatyapman. Kelajakdagi maqsadim Germaniyaning nufuzli universitetlaridan biri, ya'ni Bonn universitetida magistratura bosqichini davom ettirish hamda Prezidentimizning bizga yaratib berayotgan imkoniyatlari doirasida o'z tadbirkorligimni yanada kengaytirish niyatidaman. Bundan tashqari, men kelajakda Zulfiya mukofotini sohibasi bo'lmoqchiman. Ushbu yo'lda tinmay harakat qilaman. Bu uchun bizga universitetda yaratib berayotgan imkoniyatlar uchun rektorimiz hamda universitetimizdagi barcha o'quvchilarga o'z tashakkurimni bildiraman.